Hammaga assalomu alaykum, hurmatli millatdoshlar. Sizlarga bitta ma'lumot yetkazib o'tmoqchiman. Agar kimgadir foydasi tegsa, men xursandman. Hozir mana bir bola hozir kelganini aytib o'taman. MFCga borgandik registratsiya qilishga, toza kelgan 8-yilga kirib kelgan. Tak bu bola 2000 yangi qarorga ko'ra har yil davomiga MFC, to есть registratsiya qilib beradi, 3 oylik qilib beradi. O'sha hozir 1 yil davomiga faqat 90 kunga ruxsat etgan ekan. Shu uchun mana qaranglar, bu bola 6-yanvar kuni kirgan chegaradan Rossiyaga ishlagan 26-aprelga chiqib ketgan. Bu degani 2 oy 20 kun Rossiya territoriyasiga bo'lgan. Bugun keyin shu bilan uyiga ketgani 8-iyun kuni qaytib kelgan. 8-iyun kuni qaytib kelgan. Qarang, endi hozir biz NFCga boramiz. Xuddi toza kelgan odamda, O'zbekistonga borib yurib kelgan odam. 3 oylik registratsiya qilib bermoqchi edim. Men как переводчик bo'lib bordim. Shunga ular aytishyaptiki, bu уже 1 yil davomida 90 kunlik muddatni 80 kunni o'tab bo'lgan. Biz faqat 10 kunga registratsiya qilib beramiz, deyapti. Shu uchun bu 10 kunga уже registratsiya qilgan befoyda, chunki bu 10 kun ichida patent оформление qilishga ham uspet qilmaydi. Meditsinadan o'tgan taqdirga ham 1 haftaga javobi kelsa, podachi qilinsa, o'shanga ham baribir 8 kun 10 kun vaqt ketadi. И получениyaga bez registratsiya patentni olib bo'lmaydi. Shu uchun endi chegaradan kirib chiqish, 3 oy kelib yurib, qaytib kirib kelib dokument qilaman deyish, bu noto'g'ri ish. Xato. To есть qila olmaysizlar, ofitsialni bo'lmaydi. Kimda kim dokumentni olib men qilib beraman, gostinitsaga qilib beraman, u bu deb registratsiya qilib bermoqchi bo'lsa, u narsa 100% falshiy bo'ladi. Militsiyaga tushib shtraf olasizlar. Shu tomonlarini ham bir o'ylab ko'ringlar. Shu uchun endi uyga kelib ketishni ham shu dekabr, yanvar oyiga, yanvarning oxirlariga, ya'ni dekabrga biletlar qimmat bo'lib ketadi. Misol uchun siz 1 yil ishladingiz, bu yilga endi kirib uyga borib kelish uchun yanvar oyini tanlaganlaringiz ma'qul bo'ladi. Qaytib kelganlaringizdan keyin 2 oylik registratsiya qilsalaringiz, shu 2 oy ichida bemalol patent оформление qilishga uspet qilasizlar. 2025-yil 1-yanvardan bu qonun kuchga kirgan. Har bir inostran fuqarosi 1 yil davomida 90 kun Rossiyaga yurish huquqiga ega bez dokument. Tamom, 90 kundan o'tdi, уже u narsa bo'lmaydi. Endi bilmadim, bu dalniboychilarga tegishlimi yo'qmi, ularga ham shunday bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shu uchun kimgadir foydam tekkan bo'lsa xursandman. Podpiskani bosamiz. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Samma glavni sog'likni asranglar. Sog'lik birinchi o'rinda. Hamma narsa topiladi.